Assalomu alaykum. Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi oshxonasini ichkaridan tomosha qilamiz. Xo'sh, italiyalik mutaxassislar bugun vakillarimizga qanday taomlar tayyorlab berishyapti? Marhamat, tomosha qiling. We are very careful about the diet. Biz ovqatlanish masalasiga juda katta e'tibor bilan qaraymiz. Ayniqsa taomlarning sifatiga. Biz uchun mahsulotlarning sifati eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Taomlar iloji boricha toza, yengil va foydali usulda tayyorlanishi kerak. Chunki ortiqcha yog'da qovurilgan ovqatlardan chetlanishga harakat qilamiz. Ovqat hazm qilishga qulay bo'lishi, futbolchilar esa undagi barcha foydali modda va vitaminlarni to'liq qabul qila olishi kerak. Bu yerda bo'lib turganimdan juda faxrlanaman. Birinchidan, bu yerga ilk bor kelishim. Ikkinchidan esa hozir futbolchilarni chempionatga tayyorlashda ovqatlanish tizimiga ancha jiddiy yondashilayotganini ko'ryapman. Shu sababli bu yo'nalishga e'tibor kuchaymoqda va futbolchilarning o'zi ham ratsionni yaxshilashga qiziqish bildirmoqda. Chunki to'g'ri ovqatlanish tiklanish jarayoni, mushaklarning holati va umumiy jismoniy tayyorgarlik uchun juda ham muhim. Sifatli uyqu ham bunda katta rol o'ynaydi. Shu bois ularga yaxshi mahsulotlardan tayyorlangan, foydali va sifatli taomlar berishga intilyapmiz. Jahon chempionatiga tayyorgarlik davomida futbolchilar uchun eng yaxshi sharoitni yaratishga harakat qilamiz. Hozir mahalliy oziq-ovqat mahsulotlarini ham chuqurroq o'rganmoqdamiz va albatta imkon qadar mahalliy mahsulotlardan foydalanishga ahamiyat qaratamiz. Men izlagan sifat bu yerda O'zbekistonda ham mavjud ekanini ko'rdim. Demak, sifat masalasi muammo emas. Shuningdek, futbolchilarning o'zlarini qulay his qilishlari uchun taomlarning o'ziga ham e'tibor beryapmiz. Yog'li ovqatlardan voz kechishga harakat qilamiz. Og'ir hazm bo'ladigan murakkab uglevodlarni kamaytiramiz, chunki ular oshqozonga noqulaylik berishi mumkin. Go'sht tanlashda ham ehtiyotkorlik bilan yondashamiz. Ayniqsa qoramol go'shtida ayrim hollarda antibiotik bo'lishi ehtimoli sababli faqat yuqori sifatli mahsulotlardan foydalanishga harakat qilamiz. Eng muhimi, futbolchilar o'zlarini yaxshi his qilishlari kerak. Ularning asosiy vazifasi esa maydonda bor e'tiborni o'yinga qaratishdir. Because they need to just play, no? Yonimizda O'zbekiston milliy terma jamoasi oshpazlarining eng asosiylaridan biri Umid opa Nurullayeva turibdilar. Terma jamoamizda 5 yildan beri faoliyat yuritadilar. Umid opa, mana 5 yildan beri faoliyat yuritasiz. Terma jamoa futbolchilariga taom tayyorlashda asosan nimalarga e'tibor qaratiladi? Birinchi o'rinda yog'li mahsulotlarni sal kamroq iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Tuzli mahsulotlarni kamroq berishga harakat qilamiz. Qovurishdan uzoqroq o'zimiz tutamiz. Umid opa, mana terma jamoa oshxonasida italiyalik mutaxassislar faoliyat olib borishmoqda va ular asosan nimalarga e'tibor berishyapti va taom nomida bugun nimalar o'zgardi? O'zgargan narsalarimiz bug'lantirilgan, dudlangan ovqatlarni tavsiya qilib menyumizga kirityapmiz. Hazm sistemasi yaxshi rol o'ynashi uchun bu ovqatlar menyuga kiritilgan. There was a time where Avvallari sportda ovqatlanishga deyarli ahamiyat berilmasdi. Bu muhim omillardan biri sifatida qaralmagan. Ammo bugungi kunda futbol, basketbol va boshqa sport turlarining saviyasi tobora oshib borayotgani sababli ovqatlanish ham mashg'ulot va uyqu qatori eng asosiy jihatlardan biriga aylandi. Shu sababli o'z ratsioniga yetarlicha e'tibor bermaydigan sportchi raqobatda ortda qolib ketishi mumkin. Shuning uchun ham O'zbekistonda nutritsionist mutaxassislarga katta ehtiyoj sezilmagan. Hozir esa futbolchilar va mutaxassislarning umumiy darajasini yanada yuqori ko'tarish maqsad qilinmoqda. Bizning asosiy vazifamiz ovqatlanish tizimini yaxshilash, qo'shimchalardan to'g'ri foydalanishni yo'lga qo'yish va futbolchilarga nafaqat supplementlarni iste'mol qilishni, balki sog'lom va to'g'ri ovqatlanish tamoyillarini ham tushuntirishdir. Chunki yakunda eng katta ahamiyat aynan to'g'ri ovqatlanishga borib taqaladi. Agar tayyorgarlik jarayonlarida vegetarian ovqatlanish tizimi ham qo'llanilsa, bu nafaqat milliy jamoa, balki shaharlar va umuman mamlakat futboli rivojiga ham katta foyda keltirishi mumkin. Shu sababli aynan hozir ovqatlanish tizimi va sportchilar uchun yaratiladigan boshqa xizmatlarga investitsiya kiritish uchun eng to'g'ri payt deb hisoblayman. investing in nutrition and other type of service, for sure.